Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan bugun Texno Sirlar kanali. Xo'sh, bugungi videoroligimizda biz sizlarga Note 32 antivirusini обновить qilishni o'rganamiz. Xo'sh, hozir shunday bir daqiqa. Mana shu Note 32 baza обновить. Hozir mana обновить baza so'rayapti bizdan. Internetda bazalarni skachat qiladigan saytlar juda ham to'lib yotibdi. Misol uchun windows.uz bor, o'zbeklar tomonidan yaratilgan sayt, server.uz, hattoki Google ga yozib qidirsangiz ham Note 32 baza deb qidirsangiz, yangi baza ham chiqib keladi. Xo'sh, mana shu 124 megabayt bo'ladi o'sha bazalar. Shuni ichiga открыть qilamiz. Orqaga chiqib, mana shuni извлечка qilamiz. Da keyin chiqyapti o'zi, ko'rib turgan bo'lsangiz, keyin chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdan so'ng mana papkani ko'rib turibsizlar. O'sha papkaga kiramiz. Tepaga linkka bosamiz. Mana shu so'zni kopirovat qilamiz. Kopirovat qo'yganimizdan so'ng chiqib ketamiz bu joydan. 32 bazaga kiramiz. Mana Note 32 antivirus to'g'ri versiyada. F5 ni bosamiz. Обновить ga o'tamiz. Извлечка bosamiz. Mana shu joyni udalib tashlaymiz. Keyin mana shu joyni bosamiz. Keyin добавить bosamiz. OK. Keyin обновить ni bosamiz. Mana обновить уже yangi baza bizning kompyuterimizga o'rnatilyapti. Xo'sh. Hozir kompyuterimiz ishlab ketadi. Xo'sh do'stlar, videomiz sizlarga ma'qul va yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videoroliklarimizda juda ham qiziqarli videoroliklar qilishga va'da berib aytaman. Xo'sh. Xo'sh, mana o'sha baza o'sha yangilandi desak ham bo'ladi, chunki 5 ta yetib keldi. Okey, mana baza yangilandi va antiviruslash uchun mana shu joyni bitta bosamiz. Tepadagini ham bossangiz mumkin, mana shu joyni bossangiz ham bo'ladi. Antivirus qilmoqchi bo'lgan joylaringizni galchka berib chiqaman. Men o'zim berib chiqadigan joylarim bor, bermaydigan joylarim ham bor. Masalan, mana shu joylarga antiviruslar berib chiqaman. Driverlarimga shart emas antivirus berish, chunki xo'sh, mana mana o'sha antivirusimiz kompyuterimizni tekshirib chiqyapti. Uzog'i bilan har xil kompyuterlar har xil. Menda esa uzog'i bilan 7 soat, 10 soatda bo'ladi. Chunki xotiram CD disklarimda juda ham to'lib yotibdi hamma narsa. Shunga meniki kech qidirib topadi. Mana bizni обновить qilgan joyimiz do'stlar. Bugungi обновить qilganimiz mana sana, vaqt, qachon unaqa bo'lingan, bu hammasi mana. Buni shu bilan Note 32 baza yangilandi desak ham bo'ladi do'stlar. Xo'sh, mana do'stlar, videomiz ham o'z yakuniga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Do'stlaringiz kanalimga taklif eting, kommentariy yozib qoldiring. Sizlarning fikringiz men uchun muhim. Shu bilan bugun videoroligimiz tamom.